Bronza va temir davriga oid topilmalar. Bronza davri. Bronza davri miloddan avvalgi 3000 yillik va oxirgi 2000 yillikni o'z ichiga oladi. Bronza davri mozorlari Oqtepa xo'jaligiga qarashli Xonnazar qishlog'idan topildi. Bu yerdan ikkita qabr ochib o'rganildi. Biri erkak kishiniki bo'lib, yonidan otning kallasi suyagi chiqdi. Ikkinchi qabr ayol kishiniki bo'lib, ikki qo'lida 3 tadan 6 ta bilaguzuk, oyoqlarida bir bog'lamdan munchoq, bo'ynida taqinchoq, quloqlarida sirg'a va bir qancha sopol idishlar mavjud. Jasad onadan tug'ilgani kabi bukchaytirilib chap tarafi bilan yotqizilgan. Yuzi esa quyosh tomoniga qaratilgan. Bu davrda hali odamlar qirlarda yashagan, lekin chorvachilik va dehqonchilik bilan ham shug'ullanishgan. Sopol buyumlar, kulolchilik charxlarda yasalgan. O'rta qishloqdan bronzadan yasalgan hunarmandchilik charxlari, valiklari topildi. Bu ashyoviy manbalar asosida shuni aytishimiz mumkinki, bronza davrida, ya'ni bundan 4-5 ming yillar ilgari ham Oqtepa hududida odamlar yashagan. Temir davri. Bu davr miloddan avvalgi 2000 yillik oxiri va 1000 yillikni o'z ichiga oladi. Temir boshqa materiallardan o'zining mustahkamligi bilan ajralib turadi. Temirning kashf qilinishi butun insoniyat tarixi davomida yangi davr boshlab berdi. Endi hamma mehnat qurollari temirdan yasala boshladi. Qadimda rudani temirdan ajratib olish juda ham qiyin bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, tumanimiz hududida yashagan qadimgi odamlar buning uddasidan chiqishgan. Jumladan, Oqtepaning o'rta qishlog'ida temirni rudadan ajratib oladigan o'choq va ajratib olingan temir parchasi topilgan. Shunday qilib, Oqtepa hududida ham qadimgi odamlar temirdan foydalanishni bilib olishgan va turli mehnat qurollari yasay boshlashgan. Oqsoyning oqtepaliklar hayotidagi roli. Oqsoy asosan Oqtog'dan boshlanadi. U o'z suvini tog' yonbag'rilaridagi buloqlardan oladi. Soy Oqtepa orqali 40 kilometr masofani bosib o'tadi va o'z suvini Oqdaryoga quyadi. Bahorda Qorasoy, Pangatsoy, Buloqsoylar o'z suvini Oqsoyga quyadi. Natijada Oqsoy suvi juda ko'p bo'lib, ikki qir oralig'ida keng yoyilib oqadi. Dehqonchiliklarning rivojlanishi bilan Oqsoydan qirlarga ariqlar yordamida suvlar chiqarishgan. Bu kishilardan juda ham katta mehnat talab etgan, lekin odamlar har qanday qiyinchiliklarni yengishga majbur bo'lgan. Odamlar suv toshqinlaridan qo'rqib qirlarda yashagan, chunki bahorda tez-tez sel kelib turgan. Sel xavfi tugagach, soy bo'ylarida dehqonchiliklar qilishgan. Kuzda hosilni yig'ishtirib olgach, yana qirlarga chiqib ketgan. Bundan shu narsa ko'rinib turibdiki, Oqsoy oqtepaliklar hayotida juda muhim rol o'ynagan. Odamlar soy toshqinlaridan qo'rqishgan va o'z navbatida soyning kishilar hayotida juda muhim ekanligini ham unutishmagan. Shu sababli ular Oqsoy haqida bir necha afsonalar to'qigan. Bu afsonalar og'izdan og'izga o'tib bizgacha yetib kelgan. Oqsoy haqidagi afsona. Qadimda Iskandar ko'p yerlarni bosib olib, Oqtepaga ham yurish qilgan. U Oqsoyning suvini ko'rib to'xtaydi va otdan tushib suvdan to'yib ichadi. U bu soy suvining tiniqligi va shirinligiga tahsinlar o'qiydi. Shu tariqa yana bosqinchilik urushlarini davom ettirib, ko'p joylarni bosib oladi. U odamlarning boyliklarini talab, asir qilib o'z yurtiga qaytadi.
oradan bir necha yillar o'tgach qattiq betob bo'lib qoladi. Lekin uning dardiga hech bir tabib shifo topa olmaydi. Shunda Iskandar o'zining o'limi oldidan Oqsoy suvidan bir marotaba ichib o'lishni orzu qiladi. Iskandar vazirlari va xizmatkorlarni chaqirib, shu suvdan olib kelishni buyuradi. Ammo Oqsoy u yurtdan juda uzoq bo'lganligi uchun xizmatkorlar boshqa bir ariqdan suv olib boradi. Iskandar ko'zadagi suvni bir ho'plab bu Oqsoy suvi emasligini aytib, natijada suv keltirgan xizmatkorlarni boshini olib, boshqa xizmatkorlarni yuboradi. Ular uzoq bo'lsa-da yo'l yurib Oqsoy suvini olib borishadi. Shunda Iskandar Oqsoy suvidan to'yib ichadi. Buni qarangki, hech qanday dorilardan davo topmagan bo'lsa-da, suvni ichishi bilan tezda sog'ayib ketadi va yana uzoq yillar yurtini boshqaradi. Shuni aytish kerakki, afsonalar ham o'z-o'zidan to'qilmagan. Afsonalar tagida ma'lum haqiqat bor. Oqsoy haqida afsonalardan ham ko'rish mumkinki, bu afsona bundan bir necha ming yillar ilgari to'qilgan bo'lishi ajab emas. Lekin bu afsonalardan ko'rinib turibdiki, Oqsoy suvining shifobaxshligi qadimda ham odamlar bilishgan. Lekin qanday kasalliklarga davoligini bilishmagan. Hozirgi vaqtda tumanimizda qurilayotgan suv bilan davolovchi shifo maskani ham ushbu afsonalarning noto'g'ri emasligini isbotlamoqda. Bunday shifobaxsh suvlar Baliqchi ota, Qo'shyog'och, Dunkurlak suvlaridir. Bu suvlar ichki kasalliklar, teri kasalliklariga shifo bo'lib kelmoqda.